Vitamin D3 ni yozda ichib bo'lmaydi degan be'ma'ni mish-mishlarga chek qo'yamiz. Agar sizga bironta vrach shu gapni aytgan bo'lsa, videoga like bosib yuborib qo'ying. Avvalambor 3 ta sababni aytib o'taman va D3 nima ekanligini bilib olishingiz kerak. D3 vitamini terimizda ishlab chiqiladi. Quyosh ta'sirida, quyosh 90 gradusli burchak ostida tushsagina D3 ishlab chiqaramiz. Yozda esa biz soyalaymiz, kiyinamiz, o'ranamiz, yuzimizni saqlaymiz, terimizni saqlaymiz. D3 kerakligini isboti. Ikkinchi sabab, sizni teringiz qanchalik oq yoki qora bo'lsa, D3 ishlab chiqarish jarayoni shunchalik kam bo'ladi. SPF'li kremlar ishlatib, biz bu jarayonni yana ham kamaytiramiz. Uchinchi sabab esa D3 o'zini vazifasini organizmda zo'r bajarishi uchun jigar bilan buyrak faoliyati va o't faoliyati a'lo darajada bo'lishi kerak. Hozir hech kim bu bilan maqtana olmaydi. Shuning uchun agar siz D3 ichayotgan bo'lsangiz va ta'sir qilmayotgan bo'lsa yoki bolalaringizga berayotganingizda o'zgarish bo'lmayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda gijasini tozalating. Chunki gija o't pufaklarni ishdan chiqaradi, hazmini yaxshilang va magniyning yetishmasligi ham D3 ning ishlamasligiga olib keladi.